Selamünaleyküm ikrarlık izləyicilər. Keşkinler xeyirlik olsun. Ben Adil Uygur. Uygur Tədqiqat İnstitutu namından həmmanlarga salam yollayman. Ərəbçay İnstitutumuz müdiri şundaqla Hacettepe Üniversitesi Ədəbiyyat Fakültesi Tarix Bölümü oxutucusu doçent doktor Erkin Ekrem müəllim bilan ötküzüp kelayotgan Xalqara vəziyyət və gün tərtib namlı proqramımızdakı yeni bilim özürləri oldu. Erkin müəllim xoş gəldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Bunun da iki gap ilgiri Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyni ziyorat qilganligi haqida bir xabar e'lon qilingan edi. Antony Blinkenning bu Xitoyni ziyorat qilish xabarlar xalqaro matbuotlarda kun tartibi kam desak bo'ldi. Chunki hozirgi bu Xitoy bilan Amerika munosabatiniki Tayvan va Osiyo Shokoran rayonidagi ba'zi masalalar tufaylidan munosabatiniki toza yaxshi emasligini deyamiz. Shunday bir İşkilat oturusiki münasebetler keskileşiyotgan, raqobat kuchayotgan, meseleler evciga chiqayotgan muştaq bir paytda Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken'ninki Xitoyni ziyorat qilish haqidagi xabarlar albatta ishlarni gumon solganligini biz bugungi programmamizda shunday hozirgidek bir ikki davlat munosabat nuqtasidan keskin bir payt turayotganda Antony Blinken'ning nima uchun Xitoyni ziyorat qilganligi haqida analiz etishimiz. Aldılan muallim Tayvan meselesi gün tartibine düşmeyotdu. Asya Çokor rayonundaki vaziyetin keskinligi sebebiyle iki devlet her zaman birbirini eyiplep bayanat veriyordu. Ve bunun başka Amerika, Avrupa İttifakı'ndaki bazı taraf yapkan devletler, Japonya, Katar ve devletler Xitay'a karşı hemkarlık tüzüyordu. Uşak bir şarayet aslında Antony Blinken'nin Xitay'ın ziyaret kılışı'nınki perde arkası kandaklık sebepti var. Tabii bilginizdek Amerika ve Xitay arasında nurgun sahalarda küreş kılıvatkandak nurgun rayonlarda mı buluyordu. Asya, Tinç Okyanus deyimiz, Oturuk Şark deyimiz, Afrika deyimiz, Latin Amerika deyimiz. İki devlet bu da bu birbirisine yengiveliş ya ki birbirisinin ki tarakkiyatını mani kılış degandek bir noktada kelib qoldi. Bu noktadanki bir qadam devamı hem de şu jangga aylandı. Siz degan şu Tayvan meselesi olsun da Janubiy Xitoy dengiz meselesi olsun. Bular hammasi şu jangga qarab mangan bir ahvol bor. Hem de Amerika'nın bazı generalları ma da'vatida Xitoy 2025'te Tayvan'a hücum qilmoqchi. Bu da'vatqanlar 2027-2035 deganlama bor. Ama bularını yığıp kelsek, yani Amerika Xitoyning arasında bir jang qilishninki xatarligi bo'lyapti. Shunga Amerika shundaq bir jangning o'tirg'i chiqmaslik yoki buni paydo bo'lishining oldini olish uchun bir ikki davlatning munosabatini bir rishatka qo'yayli deydi. Yani cheklama qo'yayli. Bu cheklama bilan ondan keyin jangga bormay turib, ondan keyin kurash qilamiz degan bir maqsadga keldi. Amerika hükümeti hozirgi. Ondan başka bu Amerika'nın hozirgi hükümeti bular liberalist bir ideyasini qabul qilgan bir hokimiyat endi. Bu Demokrat Parti'ninki bir alaylık endi. Yani meselelerini hemkarlık yoluyla hal qilish. Shuningla meseleni cidal jang chiqmasdan evvel hal qilish degan bir ideyasi bor bularning. Cumhuriyetçi bilan biraz farklı. Shuningga bu ideya nima ijro qilish uchunmi Xitoy bilan bir yaqinlish desakmi biraz oshirib aytgan bo'ladi. Yani Xitoy bilan rishatkani qurgan bir shakldagi bir munosabatni o'ngshayli, o'rinlayli deydigan bir niyat bilan yo'lga chiqyapti. Bu 2. ayning 5 ve 6 числа Xitoyga bormoqchi. Bu yerda muhim deydigan narsa ikki davlatning orasidagi yiriklashgan munosabatni tuzitish. Ondan başka şu Rusya-Ukrayna urushunda şu Xitoyninki aktif rol oynashini
talep kılmakçı. Bundan başka o iki devletin arasında misalga teknoloji cetdeki küreşleme var. Misalga ötken programdan kıldık çip meselesi mi var bir yerde. Tayvan meselesi mi var. Hazırgı cetteki Uygur meselesi değildi mi hazırca bilmeyimiz. Ama insan hakları, kıymet karaşları diyen temeleme buludu dep o'ylayman. Xitoyningki bergan javobi hamda ichki davlatning munosabati ravon bo'lsa, ham ichki davlatning xalqiga, ichki davlatga foydasi bor, ham dunyo tinchligiga foydasi bor degandek gapni qilyotdi, ammo yine Amerikani biroz tanqid qilib, tashqi ishlar ministrligining so'zchisining gapi bormi? Bular bu Xitoy taraf bunday bir gapni deyotdi. Faqat uningdan cho'nqur masalalarni Xitoy degili olmayotdi. Balki buni yıpıklık şeklinde ifade kılmakçı dep o'ylayman bazı meselelerni. Hozir bayatın deganingizdek bu ikki davlat hozirgi keskinlashayotgan balki de urushga olib boradigan shu munosabatlarni vaqtincha turmizlab turayli demoqchi bo'lsiz. To'g'ri, bu bir necha kun avval Amerikan tashqi ishlar ministri Blinken'ninki bir gapi bor. Xitoy bilan munosabatlarimiz yumshayotidu, yaxshi qarab minyotidu, ammo Tayvan meselesidan boshqadi. Bu yerda hamda bir uchur beryapti. Biz Xitoy bilan munosabatni yaxshi qilmoqchi, keskinlashgan bir munosabatni hozir siz degandek jang'icha olmayli degan meselani hal qilmoqchi deb o'ylayman. Amerika taraf biroz kamtar bir şekilde bunu ifade qilyotdi, ammo Beijing'e borgandaki nimalar bo'ladi, onu da chiqqan xabarlarda ko'ramiz. Hozir mundaq bir masala var. Bu Blinken bo'lsa, siz dediniz ba'zi masalalar to'g'risida balki kelishim hosil qilishi, ba'zilarida hosil qilolmasligi mumkin. Yoki ba'zi masalalarni kun tartibga elib turib, shuni haqida boshqa turib hal qilish chorasi tepish mumkinchiligi borligini dediniz. Endi bu ulus davlat nuqtasidan qarasak, ikki davlatning manfaati qat'iy bir-biriga o'xshamaydi. Masalan, Xitoy tarafga nisbatan qizil siziq Tayvan meselesi. Amerikaga nisbatan undaq emas. Yani Xitoy tarafga nisbatan sezgür, intayin muhim bo'lgan masalalar Amerika uchun undaq emas. Amerika uchun qizil siziq hisoblanadigan masalalar Xitoy uchun undaq emas. Shunday bir sharoitda bu ikki davlatningki masalalarda, ba'zi masalalarda yoki o'rtaq masalalarda fikr birlik hosil qilish ehtimoli bormi yo'qmi? Biz davomli o'ylaymiz, bir yakasi cho'qim fikr birlik hosil qildik. Bunda bo'lmaydi. Ba'zi masalalarda faqat kun tartibga elib kelgan bo'ldi. Shu masalalar hem üzdünki bu mesele tutkan pozisyasını bildiğim buldu. Hatta bazı meselelerde belki gelişim hastalıklaşma mümkün. Yani ortak tunuş hastalıklaşma mümkün. Hatta bazı meselelerde çıkışanmayı, gelişenmeyi, tekimi münasebet keskileşip geçiş mümkün. Demek ki onun iki devletniki vekilleri küreşke vaxtıda siz qaysi meselelerin gün tertip gelip, qaysi meselelerin gün tertip iliklemesi mümkün. Gün tertip ilikleyen meseleler hakkında qanday bir terakkiyat özgürlüş barlıq kilishi mümkün. Bu iki devlet hem de dünyanın en çok iki devlet hem de. Bu iki devletin arasındaki münasebetimi naiti huyuk, mürekkep, hatta iki devletin münasebeti okşaşla dünyanıma tesir kıldı. Yani dünyadaki devletlerine. Şununla bu iki devletin münasebeti kandak buluşu aslında şu Garp dünyasını deyimiz, ama Şark dünyasını deyimiz hemsini alakadar kıldı. Ama Uygurlar hem de başkaçı karaydan, başka devletler başkaçı karaydan, okşumaydan karışlar. Şununla bence müzakere kıldığın işler yaman köpte oylayma. Şu siyasi diplomasiden başlayıp şu iki devletin arasındaki belki degen rayon karakterlik ve bazı time hakkında bir müzakere kıldı dep oylayma. Ama birinci ketim bu ziyaretinde bazı meselelerini hemsini hal kılmaydı ya ki hal kılamaydı. Yani buna diyende. Belki ona kinki görüşlerde belki koyuluş mümkün. Bu Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken'ninki Xitoy ziyaretinde bir qancha noktadan qaraydigan bo'lsak, belki ikki tarafdagi munosabatninki quyuqligini, saviyaliligini va mazmunligini
azırak düşenligil bo'ldi. Misalga Blinken Xitoyga borgan vaqtida qaysi darajadagi amaldor uni kutib oldi. Bu muhim. İkincisi, bu Xitoyninki yuqori darajadagi amaldorlar ko'rishamdi. Misalga Xi Jinping qabul qilamdi degandek. Agarda hozir men deganlar hammasi bo'ldigan bo'lsa, demakki Xitoymi Amerika bilan munosabatlarni yumshatishninki yo'liga kirdi desak bo'ladi. Ama bunda bo'lmay qolsa, demakki bularning orasindagi munosabatni ziriklashgan munosabatni yumshatish degan bir mezgil devam qilgan, ya'ni bir qancha qadam desaydigan bir ahvol bo'lishi mumkin. Hozir Xitoy bu Amerika'ya karşı evvel degandek her sahada, her rayonda özününki yakın devletlerine yeni ettirip Amerika'nın bisimiga karşı çıkmadı. Amerika mı şunda? Garp devletler veya ki o kıymet karşılar cepte ortak olan devletlerle birlikte Xitoyga bisim işletildi. Bu yalğızla bu siyasi diplomasi cepten emez. Şundakla bu xavfsizlik cepten şundak kılıyor. Misalga NATO'nunki bu Janubiy Koreya ve Japonya bilan bo'lgan munosabat misalga. NATO'nunki Avstraliya bilan bo'lgan munosabat. Shuningga bu Asiya rayonida bir Asiya NATO'sini qurib chiqaylikmi degan taklifim bor edi. Ama hozircha uni amaliyleştirmedi dedi. Amerika'nın Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonyalar bilan qurgan bazı nimalar var, teşkilatlar var. Bular hem de Xitoyga bir bisim bo'ladi. Xitoy hem de bu da belki mushu meselelerni tilga oladi. Sen bunda bisim qilaversan, biz senin bilan qanday munosabatni yaxshi qilamiz. Ama Xitoyga qarshi tadbir ilish ve bazı siyasetlarni ilib berish bu hozirgi hukumatninki chiqargan milliy xavfsizlik strategiya hujjatida bor narsa. Yani Amerika özünü güçlendirdi. Amerika onundan kim şu teknoloji cetten güçlendi. Her devletlerle hemkarlık kılışıyla birlikte Xitoyga bisim işledi. Xitoyni xalqaro şu tüzümlerge, sistemlerge ma'qul qilg'izdi deydigan strategiya nimasi var, planları var. Shuningga bu Xitoy bilan bo'lgan bu munosabatda bo'libmi bu Blinken'ninki Xitoy ziyoratida belki nurg'un meselelarda kelishmaydi deb o'ylayman. Evvel degandek, yani necha bosqichlarni to'liqlab onundan kim bo'lishi mumkin. Yani bazı meselelerde. Misalga nima bu iklim meselesi. Amerika bo'libmi hükümet hem de iklim meselesiga ekmek bergachga alayida bir minister derecede bir adamni tayin qildi. John Kerry degan kishini. Xitoy misolga agarda shu iklim meselesini so'zlashadigan bo'lsam, bu inson haqlari, Uyg'ur meselesi deganlarni tilga olmaysa deb o'z vaqtida shu Xi Jinping Xitoyninki o'z vaqtidagi tashqi ishlar ministri Wang Yi. Hozir Wang Yi nima emas endi, ministr emas endi. Bunu jakalab qo'yay. Shuningga bu qadimki ziyoratda chiq bir nisbat bir natija olamaydigandek turdi. Ama birinchi qatim bo'lg'achqa bir-birisi bilan ko'rishib, tanishib, dardlarini, ya'ni maqsadlarini, nishonlarini hammasini belki bir-birisiga deyish mumkin. Bundan keyin qanday bo'ladi? Bunun bu ko'rishib bo'lgandan keyin o'tirib chiqqan ba'zi uchurlar, xabarlardan bilamiz. Ama hozirda şu Xitoyninki partinin yani Komünist Parti'nin tashqi ishlarga mas'ul bo'lgan bu Wang Yi Rusya'ni ziyorat qilmoqchi. Ondaqda belki Xi Jinping belki ziyorat qilish mumkin. Rusya Ukrayna jangi bir yil bo'lay dedi. Eğer de ziyorat qilib qolsa Rusyani qo'llagan nima ko'rinish beralaydi. Bu Amerika'nınki açığını keltirib qo'ygan bir ahvollar bo'lishi mumkin. Shuningga
bu kıtımki ziyarette hemen bir netice çıkıdı dep deyiş biraz kıyın. Ama bir narsa muhim, Amerika Xitoy bilan bundaq devam qilish, ya'ni bundaq yirik keskin munosabatni devam qilishini istamagandek turdi. Ama bu kadar ziyaretni Amerika taraf talep kıldı mı ya ki Xitay taraf talep kıldı mı? Bu da şu özara sözleşken boz gerek. Ötkenki yılda bu G20 yılını içilgan vaqtida şu töven derecedeki əməldarlar bir-birisiyle görüşüp hal qılğan bir ahval ekan. Şununla bu çağırış da hem de Xitay çağırgan buludu ama talabını hem de şu Amerika tarafı koygandek turdu. Malum hazır Amerika bu Asya Tişokran rayında olmuşsun ya ki başka tekniki sahası olmuşsun ya ki harbiy sahada olmuşsun. Xitayga nisbeten Avrupa İttifakı'nın bu Asya'daki Janubiy Koreya deyimiz, Hindistan deyimiz, Yaponiya deyimiz, şular bilen Xitayga karşı bir ittifak şekillenişi kuyu kırılı uzun bo'ldi. Bu Joe Biden'ın hakimiyet kelgandan keyin biz bununki Amerika bo'lmaymiz degan bir shuarni o'tirib qo'yadi va shuning qarata mushu yo'nalish bo'yicha ko'p harakatlarni faol harakat qilyotdi. Va shunday ahvol ostida Amerika bir tarafdan Yevropa İttifaq davlatlariga Xitoyga qarshi ittifoq qilishayli. Yani bir taraftan Yaponiyaga yoki Hindistanga yoki Janubiy Koreya va yoki Xitoyga qarshi davlatlarga nisbatan ittifoqlashayli deb turib, bushtaq bir Xitoyga nisbatan yiqilish demaydi-da, o'sha bir qadamni tashlashi u davlatlarniki Amerikaga bo'lgan ishonchini ojizlatib qo'yamdi yo'q. Bu G'arb devletlerininki Xitoy bilan bo'layotgan munosabatda bir narsaga diqqat qilmoq lozim deb o'ylayman. Ya'ni bu tijorat va iqtisod. Xitoy cho'ng bir bozorga ega. Bu G'arb devletler bu Xitoy bilan bu chetda, ya'ni tijorat va bu iqtisod chetdagi munosabati uzilgani yo'q. Misalga 2019'larda Xitoy Amerika'nınki ticari sumu 580 milyar dolar. Hazır 780 milyar dolara çıktı. Yani aslında bu kinki şu 3 yıldan beri azalış lazımdı. Yani bunda bir jirik münasebet, keskin bir münasebet boğuna karab. Avrupa devletme şu 600 milyardan hazır 860 milyar dolara çıktı. Avrupa devletiyle ma bu Xitoy bilan bo'lgan tijorat. Hem de bununki cık puluna Germaniya tepadı ticaret. Şununla bu Xitoyga karşı meyli bunu muasire deyli, meyli strateji rekabet deyli, meyli siyasi bisim yoki diplomasi bisim deyli. Bu chetdeki bisim iki tarafni, yani Xitoy bilan Avrupa, Xitoy bilan Amerika'nın arasındaki bu iqtisodiy ticari munosabatni bu bozg'ini yo'q. Xitoy mana shunga ishindi. Chunki Xitoy bu iqtisodiy ticaretni bir nima asbobga aylantirgan deydi. O'zininki bozor, misalga dunyoning 1/5 nüfus bo'lgan Xitoy bozori nihoyatda cho'ng bir bozor. Bu bozorni bir asbob qilib ishlatdi, ya'ni vosita qilib ishlatdi. Yine şu iqtisodiy kuchiga tayinib turib, buni vosita qilib hozir biz bilayotgan şu yeni İpek yolu stratejisini mang'izyotir. Yanıla şu pulga tayinib turib, nurg'un devletlarni o'ziga tortilyapti. Misalga şu Janubiy Tinch okeanining aral devletler var, nurg'un 10 necha devlet. Bularning küçük devletler hem de nüfusu az, bular azroq bir pul berse ma'qul deydi. Ama Amerika, Avustraliya o devletlerge bir isim işletiyordu, bilir mi? Şunda bo'lsa, yani bir necha devlet, yani Xitoy bilan hamkorlik qilamiz deyapti. Yani pulninki kuchi da bir yerda. Ama her pul sağan yerde yaxshi natija og'ili bo'lmaydi. Misalga Xitoyning Sudanga sağan pulini ko'pini olamadi. Yani misalga bu nima Sri Lanka. Sri Lankaga mablag' soldi, ularni qarzga qilib qo'yib, hozir devletning ijtimoiy kaymakamchilik. Yani Xitoyning Afrikaning ba'zi devletlarida mana shunaqa ahvollar bor. Afrikaliklar Xitoyga qarshi chiqyapti. Namoyishlarni qilyapti, Xitoyni bulayapti.
Xitayni o'ltirib atadi degandek. Aslında Kazakistan, Kırgızistandaki devletler mi bunda ahvallanma var. Hatta Xitay'daki en can ciğer dostu olan Pakistan'da mı Xitay'a karşı nurgun vakalar болып ketdi deymiz. Şununla bu Xitay şu iqtisadi vasıtı bilan başka devletler bilan bo'lgan munosabatni bog'lavadı bunda deganda. Yani üzütüş emas. Çünkü Xitay agarda bu devletler bilan munosabatlar, misalga siyosiy, iqtisod, tijoriy degandek shunday muhim sahalardagi munosabatni uzayotgan taqdirda Xitoy hamda keyniga desat mangdan. Shuningga siyosiy, iqtisodiy, shu siyosiy, diplomasiy, xavfsizlik, hatto shu qimmat qarash degandek munosabatlarda G'arb bilan Amerika bilan ziddiyati bo'lsa Xitoyni. Ama o iqtisod, ticaret bilan bog'lanyapti. Shuningga bu bugün yani bugünkü dünyada düşman degan gapni shu so'zni ishlatamaymiz. Çünkü bizning qalimizdagi düşman hamda bir-birisi bilan urushib, so'qishib, qon to'kib qilgan bir ish. Ama hozirgi ahvolni yolg'izlar raqib deyalaymiz. Shuningga bu düşman degan fikrni yengidan bir she'riylash lozim. Rakip degan gapni yengidan she'riylash lozim xalqaro munosabatdagi bu fikrlarni. Ya'ni Xitoy G'arb bilan Amerika bilan kurash qilishda bir tayyorligi bor aslında. Misalga shu Jiang Zeminning vaqtidan e'tiboran kelgusida Amerika va G'arb bilan shunaqa jidallashadigan ishlar bo'ladi. Hozir bizim uchun eng muhim stratejik devrini Çin tutup güçleniş lazım. Biz güçlengen takdirde Amerika bizni birlik kılamaydı. Şu vaxtlarda da başlıgan yani 17. kurultayda ki Jiang Zemin'in gap qilishida bunların hepsini bilimiz. 2012'de mi o'xshaydigan gapni degan. Shuningga Xitoy bir chetdan bir tayyorligi bor, ama Amerika hamda nurg'un chetda, nurg'un sohada kuchli bo'lg'achqa Xitoy Amerika'nın besimiga karşı biraz qiynalıyapti. Shuningga bazı oyunlarni o'ynash lazım. Misal Rusya bilan bo'lgan munosabati bo'lsin, Rusya harbiy bilan nurg'un manevralarni qilish va Janubiy Koreya, Japoniyaniki havo sahalarida birlikda chorlash, orqali chorlash degandek ishlarni qilyapti. Albatta degandek nurg'un davlatni yeniga tortishga tirishyapti. Otur Şark'taki devletler mesela, Otur Asya'daki devletler, olup mu Müslüman devletler? Xitoyla yakınlaşıyordu degandek, Xitoy bu oyunlarni oynamadı. Yani 21. yüzyılınki şu günlerde dünyadaki bu xalqaro munosabati en murakkab she'riylashtda qiyin bo'lgan bir munosabatlar davom qilyapti. Bir ahvol yaratılmadı. Şununla akıl, yani kimnin akıllı yüksek olsa, hem adamda akıl var ama mende vatkan akıl başka neyse, bu akılla birbirine yeniş belki bunun mümkün ki Amerika Xitoyninki urushi yoki rekabeti rekabetinin ki şekli bo'lishi mumkin. Siz bu burungi program davomida bütçe hozirgi bu xalqaro munosabatlarda, davlatga o'tirish munosabatlarda biz burun bildiğin bu aktörlarninki rolü noktasidan yoki funksiya noktasidan yoki mas'uliyat noktasidan va yoki ta'sir kuchi noktasidan tamamen bir hukm jihatini o'zgarish bo'lganligini deyapsiz. Bu aktyorning o'tirishiga o'zgarish tabiiy holda bu davlatga o'tirishiga munosabatninki shakliga, mohiyatiga ta'sir ko'rsatganligini davomli ta'kidlaymiz. Masalan biz burun debutimiz bir çember oğumuz içinde kızıl, ak sızık, kök sızık, kızıl, ak, kara hemmisi nait inik roşan boğan bolsa, hazırki münasebette bu oturuşkilik roşanlık deyimiz, onunkin bu renklerninki tondur deyimiz seviyesi, hemmisi suslap birbirisi kirişip ketken bir münasebet torunu tesirleşki buldu dep şunu devatsız yani demek şoğunun Otturdaki paslılar bağansa susuşup keskin ayırıp durgan paslılar, çigralar.
bir-birisiga kirishib ketgan bir ahvol bor. Bunda bo'lgandan keyin siz degandek munosabatlarni tahlil qilgan vaqtida nihoyatda temkinlik bilan, ehtiyot bilan kesib bir narsa deyishdinki, baldurlik qilganligini yoki ilmiy bo'lmaganligini ta'kidlab qo'yasiz. Ma'lum endi bizga endi munosabatli qismi kelsak buningki. O'tgandagi programmani deb qo'yasiz. Bu Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlarda xeli mezgilda bo'lib ketdi. Uyg'ur masalasi kun tartib kemayyapti. Davomli Tayvanni boshqa masalalar kun tartibga kelyapti deyapsiz. Bu qatimqi ziyoratda belki sizce kun tartibga ihtimal bormi yo'qmi? Kun tartibga kelish belki bo'lishi mumkin, ammo shu inson haqlari degan shu hukmda shu qimmat qarashningki ichida belki deyish mumkin. Çünkü bu Uyghur meselesi Xitay üçün bir ig'ir bir mesele. Uyghur meselesinden tüpeyli inovatini töküp oldu Xitay. Yani 5000 yıllık medeniyetlik manda bir devlet dep başlaygan adamlar bunda başlamaygan buldu. Çünkü onların medeniyeti şu başka milletlerine izip, zulüm gösterip, ırkı kırgınçılık kılıp, müstemlike astığı ettirip boza kılış. Degan narsa chiqib bo'ldi. Bunda bir obraz, yani Xitoyning obraziga ziyon berib bo'ldi. Shuningga Xitoy chetdan Uyg'ur meselesimi mo'yin. Shuningga bu Amerika tarafini demisimi, belki Xitoy tarafini deydi, ama belki mandat cümlelerini qurish mumkin. Sizlar shu, yani Amerika, Xitoy Amerika deydi-mi? Sizlar shu Hong Kong meselesi, Tayvan meselesi, Uyg'ur meselesi, Tibet meselesi gibi qo'l silib bizninki ichki ishlarimizga aralashtiringlar degandek manda bir cümle bilan belki deyish mumkin. Belki Amerika bu Blinken belki bizninki Amerika ve G'arb dunyosininki shu universal bo'lgan qimmat qarash bor, inson haqlariga ahamiyat berish, insonlarga hurmat qilish degandek manda bir javobni berib, belki shunday qisqa shunday o'tib ketish mumkin deb o'ylayman. Çünkü bu abay degandek Xitoy uchun muhim bo'lgandek xalqaro Uyg'ur meselesini butun dunyoga tunib bo'lgan bir mesele. Bu meseleni qayirib qo'yib başka meselelerge atlab ketishmi biraz qiyindek turdi. Ama bir narsani dikkat qilish lazım. Misalga şu Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken hükümet kurulgan vaqtida Sharq Turkistondagi bu zulmni ırkı kırgınçılık deb qilgan. Ondan keyin demas bo'ldi. Amerika hükümeti bu Uyghur meselesinde biraz temkin, yani pek aşırı etmey gap sözlerince nihayet sözlerini tavlap işildi. Demek ki Xitoyninki qanchalik nima terikkanligini tushungan bo'lish kerak. Bunun bir misali bo'lsa, men degandek Amerika hükümetininki şu iklimga mesul bo'lgan John Kerry var. John Kerry bu nimada 2008 ayda 8 ayının ahiri 9 ayının başida Xitoyga ziyorat qilgan. Bu ikinci qitim ziyareti. Bu qaytib kelgandan keyin hükümetga ve shundaqla meclis reisi bo'lgan Pelosi'ga bu ziyaretininki ahvolini tushundirgan. Yig'ib kelgan chaqda bu yerda manda bir gaplar bo'ldi. Yani bu vaqtdagi Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi agarda Amerika Xitoy bilan bo'lgan munosabatni tuzilgan bo'lsa ve shu iklim meselesini muzokara qilgan bo'lsa, Uyg'ur meselesini demaslik lazım. John Kerry bu gapni bu Amerikaga kelib bu aday degandek so'zlarni bu gaplarni degandan keyin hatto shu Nancy Pelosi dedi, bu Xitoy bilan bo'lgan munosabatda ya iklim meselesi ya Uyg'ur meselesi ikki meseleden birini tanlashga to'g'ri keldi degan gapni qildi. Demek ki Amerika'nın ichida yani bir qism Xitoyni teriktirmay, Xitoy bilan munosabatni yaxshi qilish
xalaydigan ve şundaqla Uyghur meselesini qayırıp qo'yish degandek ko'z qarashda bo'lganlarmi bor degan gap. Bo'libmi bu men dedim bular liberalist düşüncede bo'lgan bir parti. Şununla belki şu bunun kim şu Uyghur meselesini tamamen qarib bir chetga qayirib qo'ymizmi? Mo'yin meselelerini arasıga ekirmeydi deb o'ylayman. Ama evvel dedim Uyghur meselesini Uygurlarga hamgurluk qilgan ve Uyghur meselesiga ko'ngil bo'lgan yine Amerikalıklar var. Yani hükümetin işçide mi var, her iki mecliste var, halkının işçide mi var. Şununla bu Uyghur meselesini qayırıp qo'ysimi, yo'qolib ketmaydigan bir mesele dek turdi hozircha. Aziz görürmenler, biz bugünkü programımızda Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken'ninki yakında elib barmoqchi bo'lgan Xitoy ziyaratiningki arxiv ko'rinishi, shundaqla ta'sirlari haqida analiz qilib berishtirishdik. Erkin malum ko'p rahmat. Men rahmat aytaman.